sun'iy o'tin modeli. Sun'iy o'tin modeli. Endi sizning nazaringizda so'zga berishga haqqingiz yo'qmi? Toshkentda bolalarda demakda tanaffus albatta ovqatlari, ya'ni bepul tushuntiradi. Ishqoda, ya'ni biz doimiy holatda uyda kir yuvish mashinamiz bor, parashyutlar. Endi o'quvchi ishqoda imkoniyatini beradi o'quvchilarni. Ikkinchi yana ikkinchisi, ya'ni bu zaif tomon o'quvchilar tayyorgarligi har xil imkoniyatlar. O'simliklarni ko'proq ishning natijasida kislorodni havo tarkibiga, ya'ni o'simliklar chiqarib berishi, suv esa havoda ifloslanishi, ya'ni havoda har xil ba'zan ishlemali mashinalar havoda bo'lib chaqirib yengib tashqaridagi tahdidlar. Bu endi mana fanga bog'lashimiz mumkin. Tashqaridagi tahdidlarni yengib, biz o'zimizni ichki dunyomizni masalan ilm bilan masalan ko'proq har qadam